Diqqat, dahshat xabar. Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotgan o'zbekistonlik musofirlarning avtobusi Qozog'istonda avtohalokatga uchraganligi aytilmoqda. Hozirgi paytda o'zbekistonlik musofirlar 65 nafardan iborat ekanligi, avariya bo'lgan avtobusni hech kim videoga oldirmayotgani va yordam bermayotgani aytilmoqda. Video davomida batafsil hammasini o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, mana shu videorolik tegishli insonlargacha yetib borishligi uchun bir dona like bosib hamda kommentariy bo'limida musofirlarni Alloh o'z panohida asrasin deb yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Mana shu videorolik tegishli insonlarga yetib borsa, mana shu musofirlarning O'zbekistonga qaytishi tezroq bo'ladi. Marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum. Biz mana avtobusga kelyapmiz. Avtohalokatga uchradi. Mana yo'lda Xudo saqlab qoldi. Mana avtobus yiqilyapti. Ellik bo'lib. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing.